Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kacholimizni Samarqand viloyatiga jo'natib bergan edik. Bu kacholimizda 400 metr kvadrat joyi tabiiy gazda isitib berish uchun mo'ljallab yasalgan. Mijozimizdan ustanovkadan keyingi ishlash jarayonidan video tashlab berishlarini so'ragan edik. Otziv tashlab beribdilar. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kacholimizni ham tayyor holatga keltirib oldik. Bu kacholimizda 400 metr kvadrat joyni tabiiy gazda isitib berish uchun mo'ljallab yasalgan. Kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий лист va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshovniy turbalar va rossiyskiy beshshovniy otsinkovka turbadan ham foydalangan holatga yig'ib olganmiz. Otsinkovka turbadan foydalanishimizda sababi bu birinchi ikkita qatorda faqat otsinkovka turba qilingan. Bu issiqlikda yoki bo'lmasam suv qaynagan vaqtda ichida nakit yig'ishini oldini olish uchun mana shunaqa holatdan, mana shunaqa usuldan foydalanamiz. Kacholimizning to'rtta tarafi ham buklangan bo'ladi. Bu kacholimizning issiqlik yoki bosim natijasida deformatsiya bo'lishini oldini olish uchun mana shunaqa holatdan foydalanamiz va zaklopkalar berib chiqilgan ichki qismi bilan birlashtirilgan holatda bu ham kacholimizni yana ham bosimga chidamli qilish uchun shunaqa usuldan foydalanamiz. Shoflarimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilaversa, bizda har xil kachollar bor. Universal kachollar, o'tin ko'mirda ishlaydigan kachollarimiz, elektr tokida ishlaydigan kachollarimiz va universal qilgan kachollarimiz ham bor. Universal kacholimiz ham bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu kacholimiz asosan tabiiy gazda, qo'shimcha holatda o'tin yoki ko'mirda ham ishlashga mo'ljallangan. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz.